Assalamu alaykum, qanday ahvolinglar? Atganliginglar xayrli bo'lsin hammalarning. Ya'ni kech o'g'illarga kechliginglar xayrli bo'lsin. Menga bakchiq masaj, bakchiq telefonlar kelib, bakchiq savollar so'ralganligi uchun hamma savolga asli naq maydonda PowerPoint qilib, ko'rsatgan narsalarni ko'rsatib turib javob beray degandim, lekin unda qilmay qoldim. Kompyuterimda unda bir nima ishlamay qoldi u narsa. Shuningga hozir atdigan vaqtim bor ekan, uning ustiga kelarapti, faqat vaqtim yo'q. O'g'im boshqa ishlarim bor. Shuningga boshqalar bek aldirtib ketganligi uchun mishaga chiqiblar, mana shu so'ralgan savollarga qisqalan bir javob berib yetay deb o'yladim. Shu mendan savol so'ragan qarindoshlarim baqichan kiradigan bo'lsa, ama Facebook'daki ismini o'qimayman-ku, ama LinkedIn keyin ulanishdan ko'rib olsa bo'ldi. Okey, gapni uzartmay. Bana kelgan savollar shu necha kundan oyog'i bo'layotgan gaplar to'g'riliq, ya'ni birinchi savol bu Uyg'urlarningki hozir shu rasmushda indigenous degan bir qonun chiqib, mushunda bir narsa biz mushunda otilib rasmiy mushunda bir nima deymiz, xalqarada official demdi. Rasmiy BDT tarafidan bizga mushda otilib tamg'a urilib ketdimi degan savol. İkinci savol, biz indigenous bo'lib qolsak mustaqil bo'lanmaydiganligimiz rostmi, buni qanday isbotlaysiz? Chunki boshqalar indigenous people'lar mustaqil bo'la oladi deydi. U yerning egisi degan narsadan quruq qoladigan ish yo'q, qanday bo'ldi deb ashunda bir muncha savollar ochamdi. Men savollarga ishtiqlam javob beray. Birinchisi, bu yerda bu indigenous people bo'lib qolsak ras mustaqil bo'lanmamdiq degan narsa chiqdi. Haqiqatan 100% deymanki, indigenous people degan bir tamg'a urilsa, bu yerda eng boshda mushta tamg'a urilmadimi deganida aytay. Xalqaro qonunda bu indigenous deb birisi bir yerga imzo etib yoki bir hujjat chiqarib yoki tamg'a besib mush haq indigenous people deb bir narsa qilib qo'yolmaydi. Hech kimning bunda qiladigan huquqi yo'q. Bu gapimda aytay. Ama şu millet, şu xalq özünü şundaq atsa, şu kategoriyaga kirib qalsa, şunda umumlaşıdı. Yani bunu özü qarar berdi. Xuddi sizning Uyg'urligingizni o'zingiz men Uyg'ur degandek, yoki sizning fransuzligingizni o'zi men fransuz demasa boshqalar uni sen cho'qim fransuz deyamagandeklar, Uyg'urlar o'zini o'zi aştaq indigenous people deb atamasa, şu ismni o'ziga bermasa, indigenous people bo'lanmaydi. Boshqalar demaydi bizni, ha. Endi unda olsa 2019 nima bo'lib bu Uyg'urlar, ya'ni bu indigenous people'larningki qatoridagi bular to'g'risida yozilgan reportning ichiga nima deb Uyg'urlarni kirgizdi degan yerda. Shu yerda shu reportning 2019-yildagi BDT'ninki nimasi kirib, dunyodagi indigenous people'lar, ya'ni indigenous world degan report kirib China degan yerni bossanglar, biz bilan Tibetning ahvolini yozdi. Tibetni bek az yozgan, bizni nihoyatda jiq tafsilroq yozgan hamda. Uningda Xitoy bizningki beshillam ashaninki bor. Xitoy mening davlatimda indigenous people yo'q deydi. Chunki Xitoy mushu yerning hammasi mening, Uyg'urlar ko'chib kelgan, unda indigenous bu yerning egillari deydigan bir xalq yo'q deydi-chi Xitoy. Shuna yo'q deydiganligi uchun mushunda deb Xitoy e'tirof qilmaydi. Ama u yerda oz sonli millatlar Xitoyda va o'zini indigenous deb ataydiganlar bor degan. Lekin Uyg'urlar ataydi demagan. Ataydiganlar bor turib, bor deb oz sonli millat va indigenous people deb bizni va Tibetni yana ashta yozgancha bular. Endi biz oz sonli millatmi emas, indigenous people mi emas, yeli kelime nima uchun indigenous people desak bo'lmaydi deb. Ba'zi qarindoshlarimiz bor, indigenous people degan shu yerning asli egillari bo'lgandan Xitoy bizni ko'chman deyotgan tursa, nemishga desak bo'lmaydi. Chunki shu yerning masalan men o'tgandim dedim-ku, ingliz scholarslar masalan mutaxassislar Uyg'urlarni tadqiq qilganlarmi? Aşı yerning bo'lsinmi, egisligi salohiyatlarni saqlab qolsanglar yaxshi emasmi deydi. Buning yaxshi emasligini men yil tushundirman. Endi nima uchun ashta deydi deganda shu reportga biz 2019-yili bizni ashta deb kirdik. Chunki biz o'zimizni indigenous deb atadik. O reportda yana indigenous ga ta'bir bergan bir yeri bor. Nimaniki Indigenous World Forum degan ya. Shu forumga kirib qarsanglar, shu yerda bu indigenous people bo'lish uchun hech kim deydi, hech kim boshqalarni indigenous people deyolmaydi. Shu xalq o'zini o'zi indigenous deyish kerak. BDT mo indigenous
indigenous people'larni şular özlerini indigenous deb chiqargan qarorlarga yoki reportlarga, yozgan reportlarga, inson haqlari reportlarga asosan ularni indigenous people deb ataymiz deydi. Chunki o'zingiz atamasangiz hech kim atamaydi. Bu bir kattimi? Hozir undaq masalan BDT'de bizga mushta bir hujjat chiqarilibdimi, beshimizga mushta deb bir tamga urilibdimi degan narsaga mening mushu javobim undaq tamga urilmagan, lekin bu umumlashyapti. Chunki biz o'zimiz shundaq deb atagan Uygurslar Indigenous People deb bir report yozilganligi uchun, o'zimiz ataganligi uchun, qarish chiqmaganligimiz uchun bu narsa umumlashyapti, deb deydi. Ham boshqa yerda umumlashyapti. Shunga umumlashishning oldini olib, hozirgi kelgacha davomli qarish chiqib keldik ko'rganlarimizda. Bundan keyin buni bekor qilish kerak. Hamda Tibet yoqtabdi deydigan bir narsa chiqdi. Tibet yoqtisi biz nemishga ma'qul dedik deb. Birsi kelib sen Indigenous People mo deb u yerda so'rig'in yo'q, seni bunda deyli degan yo'q. O'tganda mening deganim Amerika kelib mushta yozsanglar, chunki Xitoy indigenous o gapni deb bo'ldim-ku, indigenous people'larga bilet tashlab, o huquqini va bu huquqini berdi. Bularning noiti jiq huquqlari bor. Shunga sizlar o'zinglarni indigenous desanglar, biz Xitoyni ben dedim-ku, biz yo'q dedik deb. Shundan ondan keyin men yo'q dedim, boshqalar yozimiz deb so'qishdi, chunki u yerda Xitoy baribir o huquqni bermaydi. Indigenous bo'lib qolsak, garchi bizni shu yerning egillari degan bilan keyin bizning mustaqilligimizga taqishidi. Shuning uchun. Endi ikkinchi savol meydi. Bu yerda mushta bizning beshimizga bir tamg'a urilib bo'ldimi degan narsa chiqdi-ku. Shu narsani men tushuntirib qo'ydim hozir. Ondan keyin Tibetning beshig'i nimishga unda tamg'a urilmagan desa, Tibet o'z tamg'asini urib bo'pti. 1950-yilga deyman. Shu vaqtda Dalay Lama şu Xitoy kirgan vaqtida BDT'ga bir xat yozib, bularga 49-yil kirgan vaqtida Xitoy menda bizga kirib oldi, bizni besib olingan zimin illegal occupation, ya'ni Xitoy qonunsiz tajovuz qilib bizning davlatimizga kirib oldi deb BDT'ga bir xat yozgan ekan. O xatida bizning davlatimizga qonunsiz mushta Tibetni besib kirib oldi. Bu biz ular qat'iy o'xshamaymiz, tilimiz, dinimiz, ishimiz o'xshamaydi. Agar ular bu yerda bizga bu mundaqlik zulm siyosatlarini yurgizib bundaq qilsa, bu yerda bir tinchsizlik paydo bo'ladi. Shunga xalqarodagi Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi davlatlar bu masalaga nihoyatda jiddiy qarab, tinchlik paydo qilish uchun bizningki bir qaror chiqarishni umid qilamiz deb yozgan xatga. Yozgandan keyin u BDT 62 deymi 61 mi qarab baqsanglar bor deb saytida bir qaror chiqarib, uningda bu Xitoy chiqib ketsin, bu ham mustaqil bo'lish kerak deb qaror chiqarmoqda. Chunki BDT unda deb qaror chiqarolmaydi ekan, chiqarolmaydi-da, u davlatlar qitilib qildigan narsa. Shu BDT buni Security Council'dan mı çıkan karar emasken bu 5 devletning nemisidan. O General Assembly degan yerdan 200 necha davlat bor yerdan chiqqan narsken u yerda yezib bu Xitoy cho'qim bu Tibetninki bu yerga kiryapti, Tibetninki huquqlarini, ya'ni diniy, kultural, chunki Dalay ashuni ta'kidlab emasmi, bizning mushta huquqlarimiz yo'qolib ketadi Xitoy kirib olsa. Shuningga buning davlatlar bir qaror chiqarsin desa, Xitoy bu Dalayninki bu Tibetninki bundaq diniy kültural huquqlarga hurmat qilish kerak. Ham xalqarodagi davlatlarning bu masalani tinchlik bilan bir taraf qilishini umid qilamiz deb ashunda bir qaror chiqaribdi. Endi bu Tibetni bu yer illegal occupied qildi deb. Shu Tibet o'zini biz qonunsiz besib olingan zimin deb ataydi. Qonunsiz besib olingan degandan meningcha qonunsiz besib olingan deb atagan yerga sen indigenous bo'l, o'zingni indigenous desang yaxshi bo'ldi deb birsimi yuzini ko'tarib u gapni deb kelinmaydi. Chunki u yerda unda bir narsa UN'da bor, ya'ni BDT'da Tibetni illegal occupied nation, ya'ni qonunsiz besib olingan yer deb chiqib bo'lgandan keyin uningga unda deyilmaydi. Endi bu indigenourslarning nurg'un reportlari bor. Masalan, bularmı mustaqil olumuz bizning yerimizni besib olgan, kirib olgan deydi. Lekin bularninki unda degan gapi ahmaydi. Nemishga ahmaydi degan nima hozir deyman? Chunki bular masalan dunyoda besib olingan zimin deganni bir davlat bilan davlatlar o'rtasidagi besib olingan ziminlarga qaratilgan. Ya'ni davlatlar bilan davlatlar o'rtasidagi tajovuz bo'lib, state between state and state qaratilgan-ku bu mustaqillik bo'lish masalasi. Ammo mau indigenous people'larning masalasi within the state, ya'ni davlatning ichidagi masala deb ko'rsatilgan. Shunda bo'lganligi uchun bu nemishga bunda ko'rsatilib qolgan deganda, masalan Tibet ayrim bir davlatdi, besib oldi. Sharq Turkiston ayrim bir davlatdi, besib oldi. Bu ilqi salty water theory deydi-ku, shuning asosan
bular öz vaqtida decolonize, ya'ni bisib olgan zaminlar chiqib ketsin deb mustaqil bo'lish nemisi o'ttirg'i chiqqan vaqtida qanday yerlarni mustaqil bo'ldi deb qaragan vaqtida geographically ayrilib turgan, ya'ni geografiya jihatdan bir davlat yana bir davlatdan ayrilib turgan bo'lsa, o'ttirg'ida qo'shni shu yerning ichida bo'lmaydi yoki dengiz orqali ayrilib turgan bo'lsa, u yerga kirib besib olgan bo'lsa, bu besib olg'ichi chiqishi kerak deb mustamlikni shunda bir tushuntirganda, mustaqil shundalar mustaqil bo'la oladi degan. Shuningga amdi bizningki dal uningga tushidi. Ya'ni decolonize bo'lishga haqlimiz, mustaqil bo'lishga haqlimiz, o'zimizni illegally occupied nation, ya'ni besilingan bir tajovuz qilingan bir davlat xalqi deb atashga haqlimiz. Chunki Xitoy bizdan geografiyalikli chegaradosh emas, o'ttirliqda Gobi desert qumluq ba, o qumluqning huquqini Xitoymi, Mongoliyamu mening deydi. Shunam, u Xitoyning lam yer emas u ya. Biz geografiyalik jihatda Xitoydan nihoyatda uzun bir ayrilib turmiz. Ashta u Beijingdan. Onundan keyin geografiyalik jihatda ham geografiyalik jihatda ham ethnically ham culturally ayrilib turilish kerak degan. Hem onun üstüge bizning kültürümüz, etnik medeniyetimiz, dinimiz, hamimiz Xitoyniki qat'iy o'xshamaydi. Shunga bu ikkisi tushganligi uchun biz nima shu mustaqil bo'lishga haqqimiz bor, chunki Xitoy bizga tajovuz qilib kirib olgan, ham geografiyalik jihatdan ayrilib turmiz, ham bizning dinimiz, madaniyatimiz, hech narsamiz Xitoynikiga o'xshamaydi. Shuna bo'lganligi uchun biz qonunsiz besilingan zamin deganga tushibmiz. Endi ma indigenous people nochu desa, masalan bizniki nemish kunda tushadigan degan bir gapni qaytib qo'yay. Biz chikat desak, Xitoyning davlati oyada chikitib o'zining davlatiga ketish kerak, o'zining davlati bor. Lekin indigenous people'lar masalan Kanada'da bir muncha indigenous people bor. Chikat desa Kanada nega vardı? Kanada'nın ayrım bir davlat yo'q, chunki ular bu yerda davlat qurgan. Amerikada nurg'un indigenous people bor, Avstraliyada bor. Chikat desa ular nega vardı? Ketib burunqi bir yerga ketib, bu yerdagi rasmiy davlat qurib mushalik bo'lib bo'lganda, mushani xalqi. Endi ilqi terra nulli degan bir qonun bor. Qonun emas, o terra nulli degan bir prinsip xalqarodagi bir doktrin. Shu doktringa asosan Anandan keyin hem şu doktringa hem o'tgan bir maqolamda yozgandim men 2018 mush indigenous people to'g'riliq yozgan maqolamda bor. Bunda yerlarga shu Bible, ya'ni xristianlarning kitobi bo'yicha bular kirgan. Ya'ni Allah zaminlarni foydalaninglar deb insonlarga, taraqqiy qildiringlar, foydalaninglar deb yaratgan deydi-da. Undaq yaratgan yerga foydalanmay tashlaversak gunoh bo'ldi. Shuningga u yerlardan foydalanishimiz kerak deb bular kengaymichilik qilgan. Kengaymichilik qilib tashlanib ketgan yerlarda shu terra nulli degan prinsip bo'yicha bular bekatuga yerlarni taraqqiy qildirib davlat qurishimiz kerak, u yerlarda bir ishlarni qilishimiz kerak deb shu masalan Amerikada davlat qurdi, Kanadada davlat qurdi. Shunga bular deydiki, bu indigenous people'lar u vaqtida davlat qurib baxmagan. Ya'ni nation state bo'lib baxmagan, bu yer tashlandiq yerlardi, bu yerda biz davlat qurdik, davlat bizning deydi. Hozirgi dunyo sistemasimi, ya'ni nation state sistemasida davlatlar, BDT'dimi davlatlar munosabati, ular bir-biriga shartnomalar orqali bog'lanib turdi. Axloq majburiyatlarini ko'tirish kerak, shunda bir prinsiplar bor. Unda bo'lgandan keyin bu nation state'ni bu indigenous people'lar birinchidan burun qurib baxmagan. Ikkinchidan qurishni xohlamaydi. Chunki bular av xristianlarning bekatuga yerlarni egallab taraqqiy qildirishimiz kerak degan prinsip bilan, ya'ni hamda terra nulli degan yana bir doktrin bilan bu yerga kirib olganligini bilgachga bularning bek o'shligi kelib, bularning bu prinsipiga bak qarshi biz bular bu yerda mustaqil bo'lsakmi, bunda bu yerlarni taraqqiy qildirgan davlat qurmaymiz deydi ularchu. Nation state sistemasiga qarshi ular. Unda boshqalarning yerlarini egallab bo'sh turgan yerlar davlat qurish kerak deb kirib olganda buningga qarshilik ko'rsatib nurg'un indigenous people'lar mush Kanadadan bor. Ular bu yerda masalan mustaqil biz bu yer bizning mustaqil bo'lishimiz kerak, lekin bu yerda ularning sistemasidagidek unda nation state qurmaymiz, unda davlat qurmaymiz. Bu yerda bu yer biz muhitga bog'landichu ular. Muhitda mushta xohlagancha o'zimizning kultur, madaniyat birimlarini saqlab yashaymiz deydi. Shuna bo'lgankin bu indigenous people deganlarning haqqini o'zining madaniyati, kulturini saqlab yashaydigan xalq degan. Endi ikkinchi savol, unda bo'lsa nemishki bu indigenous people mustaqil bo'lolmaydigan bo'lsa, nemishki xalqlar voy indigenous people mustaqil bo'la oladi, voy u palani qonunda bor, pistani qonunda bor deydi deganda qonunda raspa, nimdep bor deganda 1514 resolution.
UN'ning shu resolution'da ba chapter'ninki article 55 ba UN'ning qonunlarining 55. maddasida ba uningda o'qib beraya 1514 resolution. All people have the right to self-determination. By virtue of that right, they freely determine their political status and they freely pursue their economic, social and cultural development degan. Bu degani ham ayat self-determination degan. Öz taqdirini o'zi belgilash bo'yicha mustaqil bo'lg'ini bo'ladigu mana mush qonunda all people degandikin deydi. Bu indigenous people'larni nurg'un report yozyapti. Qonunda all people deding, butun xalqlarning mustaqil bo'lish, o'z taqdirini o'zi belgilash huquqi bor deding. Bu butun xalqlar degan gapning ichiga bizmi kirimiz deydi. Ammo xalqaro qonunda yana bu butun xalqlar degan narsani faqat davlatlar bilan davlat o'rtasidagi munosabatga qaratib degan vaqtida butun xalqlar degan bir davlat besilingan bo'lsa, chunki yana bir qonuni bor bularning, shu qonunda besilingan davlatlar va xalqlar mustaqil bo'lish kerak deb yozilgan. Shunga bu davlati bo'lmaganlar mustaqil bo'lamaydi. Bu all people degan az sonliq millat bilan. Az sonliq millat bo'lganda qanday az sonliq millat deganda o'zining yeri yo'q. Indigenous people degmi atalmagan, Xitoy hozir bizni atayotgandek bu yerning egisimi emas, ammo shu bir davlatga berib ko'chman bo'lib yashayotgan shunda asonliq millatlar bilan indigenous people'larni bu all people deganning ichiga kirmaydi deb bularni internal self determination, ya'ni ishki jihatdan o'zining taqdirini o'zi belgilasi bo'ldi degan ishda qonun chiqarib qo'ygan. Bu qonun, bu resolution bor. Men hozir ichib beray, qani. United Nations General Recommendation Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination deganga kirsanglar, bu yerda buni tushundirgan. Chunki bu indigenous xalqlarmi, bizmi nima tursak, bizmi shu butun xalqlar degan bizmi bir xalq bo'lganki shuning ichiga kirdigan tursak, nemishga biz mustaqil bo'lolmaymiz deb bakchiq da'vo qilgandikin, bu General Assembly bu yerda buningga bir tushuntirish berib qaror chiqarib qo'ygan, ya'ni internal ishki jihatdan mustaqil bo'lish, tashqi jihatdan mustaqil bo'lish, external deb bir qonun chiqarib qo'ygan. 1996-yili kirib qarab baqsanglar bo'ldi, paragraf 6-ga kirib qarsanglar bo'ldi. Shu yerda deydiki, qanday tushundirdi external aspect deganni. Tashqi jihatdan mustaqil bo'lish degan bir davlatni besib olgan bo'lsa, u yerda ularningki mustaqil bo'lish, mustamlikidan qutulish huquqi bor deb yozgan. Ishki jihatni tushundirgan, ishki jihatda nima bo'lsa bo'ldi debchi. Ashta deb nima siyosiy, diniy, ya'ni huquqlarni, kultural huquqlarni asli bo'ldi deb. Shunda tushundirganda-midi. Shuningga mushta sabablar tufaylidan bu indigenous degan xalqningki mustaqil bo'lishi bektas ham bo'lolmaydi, ham mümkün emas. Biz u bir trapning ichiga kirib qolsak, biz bu yerning egilari bo'lg'ashqa shu o'zimizning madaniyatimizni, buni nima deymiz, haq huquqlarimizni beysak, inson haqlarimizni ba'zon deb shunda da'vo qilib yursak bo'ladi endi. Bu da'voni qilyapmiz chunki xalqaro bizni o'z vaqtida 1949-yildan besib olgan vaqtida bizni mayaga Xitoy kiryotidi hozir deb xat yozgandek, birasi xat yozmaganligi, balki men bilmayman, yozganlar bo'lishi mumkin. Men yozmaganligi deb kesib aytmayman. Ama men şahsen anlamadım. Onda bir iş bo'lmaganligi uchun, ya'ni xalqarada biz illegally occupied nation deyilmaganligimiz uchun, bizni faqat Xitoy asonliq millat deganligi uchun officially shunda e'tirof qilinib, dunyoda asonliq millat deb atilib keldi. Biz uningga qarshi chiqdik. Jurnalistlarga to'xtamay China is minority demaysa bizni, nim deb unda deysa deb biz unda emas deb qarshi chiqib keldik. Anondan keyin bular dedi, "Okay, minority desanglar bu Xitoy sizlarni ko'chab kelganda ekan." Minority ikki turli bo'ldi, men Davidday. Birisi shu yeri va minoritylar abay dedim bu deyman. Shu yana egisi bo'lgan minoritylar besilinib, ya'ni son jihatdan va huquq jihatdan tuvan o'ringa tushib qolganlar minority bo'ldi. Ammo ba'zida son jihatdan tuvan o'ringa tushmasingizmi minority bo'lsiz. Masalan, South Afrikadagi qarilar bor, apartheid nemiz qilgan. Ular son jihatdan shunday jiq, lekin huquq jihatdan tuvan o'ringa tushgan ekan, ularni xalqaradan BDT'dan minority deb ataydi. Endi ba'zida soni pek az, masalan, LGBT'lar, yani hemcinslardek soni az minoritylarmi bor. Ondan keyin boshqa xalqning davlatiga berib yashab qolgan minoritylarmi bor. Masalan, Argentinadagi yahudlardek, ular masalan u Argentina yahudlarning davlati, masalan, ular minority.
Ama aşında bir yıllık başka devletlerge berip yaşagan yeri yok minoritiler var. Onundaki şu devletning içindeki hak hukukları töven, hak hukukları itiraf kılınmayıvatkan minoritiler var. Bazı san jihatdan bizdeki Xitay tarafından san jihatdan azalgı düşürülüp koyuluvatkan hem hak hukuku bulmagan minoritiler, minority deb Xitay şunda dünyada atavatkan şuna minoritiler var. Hem de bunu Xitay muşta ataganlığı üçün muşta deyimiz değil. Ama biz asli undaq emasdik. Xitay ma qasdan qıvatıdı bizni şunda nəsige düşürüş üçün deb biz bununla qarşı küreş qıvatımız hazırda. Hem de şunda davatımız. Hem de bizning tashkilotlarimiz nima uchun buni hozirgacha bunda deb keldi deganki, bular hamda xalqarada buni e'tirof qildiramagan degan abay degandek. Xalqaraning shu bizni tonug'ini bo'yicha boshqa gapni desak, buni anglamaydi ekan. Biz shunda deb shunda bir salohiyat bilan bizning salohiyatimiz shu bo'lgan ekan, bizni voy unda emas, biz mandaqdiq, andaqdiq deb yoz, bizni unda dema desak, unimaydi ekan, ishkini oshmaydi ekan degan sabablar bilan ashunda birisi men uqmayman. Shunda bir sabablar bilan bu dava muşunda kılınıp geldi. Ameliyatda teşkilatlar bir devletke beqinmagan ahval astıda başka yerge kirip başka devletler bilen körüşken vaxtida özünün salayetini özü belgileş hukuku boğallığı üçün özünü biz muşta illegally occupied nation u yerda asli asallık millet mi emas, Xitay mındaq davatıdı, biz o sizlar oylagandek indigenous mi emas, şu yerge indigenous. Ma yana bir sual var ki siz ötkende nimdep ataş kerek özümüzün bu indigenous toğrusu da dep siz aşını bir eniqlivatsınız dep untaqapdık depki. Okay. Şu yerge biz indigenous. Yani şu yerning biz asli egilleri. Yani indigenous to East Turkistan. Şu teritoriyaga, şu ziminga, şu devletning asli egilleri biz. Indigenous to East Turkistan. Uyghurs or Uyghurs and Kazakh or all other Turkic population. Depçe şu Uyghur, Kazak ve başka Türk milletlerinin hemsi indigenous to East Turkistan, to the East Turkistan. Bunda ası buldu. Yani şu yerinin asli milletleriydi. Lekin av tırnaqının içindeki Uyghurs are indigenous people. Uygurlar indigenous. Bunda dese bulmaydı. Yani bu sizin özünüzün kimligiga ta'bir berişiniz buldu. Sizin kim ekanligingizga ism qo'yganligingiz buldu. Shuning uchun buni desa bo'lmaydi. Ammo biz shu yerning asli egilleri deganni demaymiz demidik. Uni deymiz, uni desak bo'ladi. Buni da'vatdim. Endi yana boshqa savollar bo'lsa, men asosan savollarga javob berdim deb o'ylayman. Menga kelgan savollarga. Pach savollar bo'lsin, lekin birlashtirib akasi ma'nosi o'xshashga, shuni javob berdim deb o'ylayman. Yana boshqa savollar bo'lsa, menga yozsanglar, lekin javob beraversam, lekin chikassam bo'ldi. Okay, savol tushmagan bo'lsa chiqib ketaymi? Daya Mimi, we are not indigenous people of East Turkistan. Biz Sharq Turkistonning indigenous xalqi emas debsiz. To'g'ri, biz Sharq Turkistonning indigenouslari emas. Ammo shu yerga indigenous. Shu yerga Uyg'urlar, Uyghurs are indigenous to East Turkistan, but Uyghurs not indigenous people. Okay, işte desek bo'ldi. Chiqib ketgan bu indigenous people'dan chiqib ketgani bo'lamdi. Ya'ni umumlashayotganligi uchun umumlashtirmaslik kerak. Umumlashtirmagan vaqtimizda chiqib ketimiz. Birsi, anda reportni avatish kerak ala veb-saytidan. İkincisi, bundan keyin bizni indigenous deb atmanglar deyish kerak. Qanday yadlam uchursa bu masalan xuddiyliqi kitoblarga, ashta maqolalarga indigenous deb yozib qolganlar bo'lsa, men shu zaman deyman-chu, nimdab mushta yozsalar biz unda emas deb bek jiq deyishib ketdim men bu gapni boshqalar bilan, g'aribliklar bilan. Andan keyin biz cho'qim o'zimizning illegally occupied nation ekanligimizni isbotlab bir kitap yazışımız, makale yazışımız, report yazışımız, dünyaya bunu taqitishimiz gerek. Hem BDT'ga sunuşumuz gerek. Çünkü öz vaqtida dalaydek birisi muşunda xatni şu Sharq Turkistonning prezidenti süptida yazmagan bo'lsa, yoki Ilhon To'ra yoki Ahmadjon Qosimi birisi dal shular kirib olgan vaqtida. Endi biz desek, bizning deyishimiz ularninkidek oson bo'lmaydi. Chunki biz isbotlashimiz kerak. Xitoy deydi, "Voy, geographically ayrilib turgan bir zimin emas bu, mening ziminimning bir qismi deydi." Chunki hozir hamma nimada tutash qilyapti-chu, chegaranimi, qumliqmi mening ayadiki, hamma mening Gansu Chinxay mening deydi-chu ular. Undan keyin geographically tutash, uni ayrishmi bir tas, faqat dinimiz
Yana bir nimamiz ayrim Xitoydan degan bilan uni isbotlagan bo'ldi. Ammo ani isbotlash bizga tas uningdan besib kirib olgan vaqtida sizlar davlatmitinglar deydi. U davlat ras haqiqatan ikki qitim jumhuriyat qurdik. Buni isbotlashimiz kerak. Biz ayrim davlatdik deb. Davlat shu vaqtida qanday bo'ldi, qanday sistemlar bo'lgan, buning hammani isbotlar bilan chiqarishimiz kerak. Ashunda yezib bir illegal occupation, illegally occupied nation degan bir narsani chiqarishimiz kerak bizmi. Uningdan keyin men nemishki bu hozir chiqib qoldi. Hamiyat bir savolga javob bermabman. Bu narsa nemishki hozir chiqib qoldi, burun chiqmay degandagi sabab. Hozir chiqsaq, mabeh muhim narsa men buni deb aytay. Chunki hozir biz qirg'inchilikqa uchrayapmiz. Qirg'inchilikqa uchrayotgan bir millat, bir xalq xalqaro qonunda agar ular burun davlat bo'lmagan bo'lsa-mu, qirg'inchilikqa uchrayotgan bo'lsa, bu qirg'inchilikni to'xtatish uchun ayrim bo'lish huquqi bor. Ya'ni u davlatdan agar Xitoy qirg'inchilikni to'xtatmasa, mustaqil bo'lish huquqimiz bor. Shuni dal mushunda qirg'inchilik bo'layotgan vaqtida biz bu yerdan mustaqil bo'lishimiz kerak degan bu narsani kuchli olib berishimiz kerak. Yana davomli avtonomiya, biz indigenous inson haqlari deb o'tsaq, oqmaydi. Anandan keyin biz bu ilqi nimaga kirgan vaqtimizda masalan, mandaq gapim borda. Avtonomiya huquqini ba'zi shu huquqni ba'zisimi hisobga hozir bizning hech nimamiz yo'q, o'tirib yutib olsa deydi. Tamam, Xitoyga men qat'iy ishonmayman, 100% ishonmayman, bermaydi u huquqni. U huquqni ba'di deyli. U huquqni bizga masalan ba'zi inson huquqlarimizni ba'di, tilimizni ba'di, diniy erkinligimizni ba'di, bütün huquqimizni berib Xitoy bilan o'xshash muomala qildi Xitoy davlatida deyli. Ashunda ahvol bo'lib qolgan vaqtida mustaqilligimiz butunlay yo'q chiqadi. Chunki xalqaro qonun bo'yicha tinchlik bo'yicha mustaqil bo'lishimiz yo'q chiqadi. Ammo kuchunib qurolliq mustaqil bo'lsak, uni bilmadim, avtonomiya huquqimizni olgandan keyin. Ammo avtonomiya huquqimizni apli qilsak, tinchlik bilan mustaqil bo'lishimiz bek taslashib ketadi. Bu mening shaxsiy ko'z qarashim, buningga qitilmaydiganlar bo'lishi mumkin, ammo bu mening shaxsiy ko'z qarashim bek tasoldi. Chunki xalqaro qonunda bu sening hamma huquqing bor, sen nimishga yana mustaqil bo'laman deysa deb davlatlar qo'llamaydi sizni birsiga. İkincisiga bir xil mantiqsiz keldi-chu hammasiga, shuni qo'llamaydi. Masalan, lekin endi agar biz Xitoyning qonuniga avtonomiya huquqini olgan vaqtida Constitutionga Xitoyningki xohlagan vaqtida referendum qilib mustaqil bo'lish huquqi bor deb yozg'izalsak, u vaqtida referendum qilib Xitoy ma'qul deb qolsa, ondan mustaqil bo'la olamiz. Bo'lmasa tinchlik bilan o avtonomiyaga bizning bütün huquqimizni berib qolsa, Xitoy berversa, yana mustaqil bo'lishimiz taslashidi. Masalan, chunki deydi-da, sen hamma nimada barobar tursang deydi. Ko'bakmi shunda u referendumdami o'zlarin chiqamidi? Ammo Kanadaga referendum ilqi constitutionga yozdi mushta. Mustaqil xalqqa vaqtida referendum qilib mustaqil bo'lish huquqi bor deb. Ammo undaq deb yozmasa, avtonomiya huquqini berdik deb 49-yil Xitoy avtonomiya degandek yana avtonomiya berdik deb yana biroz kengchilik siyosatlarni berib, huquqini, huquqini berdik deb huquqlarni bersa, u vaqtida bizning mustaqil bo'lishimiz suvga chilishidi degan gap. Chunki xalqaro qo'llamaydi. Huquqinglar bor-ku, hamma nimanglar bor-ku. Unda avarchilik qilsizlar deydi-da hammasi-chu. Nimishga yana mustaqil bo'lamiz deysizlar deb qo'llamaydi. Shuningga mushta bir trapning qapqandan ichiga kirib qolamiz. Endi bu mening shaxsiy ko'z qarashim. Shu bu narsalarda bek diqqat qilishimiz, hukmlarda o'zimizning kimligini qanday atash, xalqaro qonunda biz nega tushmaydi, buning bek diqqat qilishimiz kerak. Shu indigenous deb atalgandan beri burun masalan indigenous degan bo'lganki, senmi uning huquqini bermamsa deb bisim qilamiz degan bilan, u Xitoy bu Amerika, Kanadadagi insofli emas, demokrat davlat emas, mumkin emas, bermaydi, u quruq bisim, yog'onli gap. Endi ikkinchisiga u yer unda huquqni berdi deyli, bo'pti, boya degandek ba'simi bizning mustaqilligimiz taslash ketadi. Endi unda huquqni hozir Xitoy bermasning ustiga bizni qirg'in qilib, ha sen Xitoy bor, sen manda desang, anda qazangan mandaq cho'mish qilyotidi. Qilib, sen bularni indigenous people huquqini ber desang, amisi men birsi bularni indigenous people emas, u yerning egillari emas deyman.
Hem qırğın qılıma, dep qırğın qıldı. Qırğın qılıp sen demişki qırğın qılısa desem, sen mi qırğın qılğango indigenous people'larını deyme deydi. Çünkü bulamı 100 yılның aldıda muşadik indigenous people'larını qattiq qırğın qılğan, qırğınçılıq bolğanda. Endi onu kültürel jihatdan, medeniyet jihatdan yo'qitib diken nurgun qırğınçılıqları bolup diken. Xitoy qopup şuna menmu aşta seni qırğınçılık qıldı deymengo depla. Mesela Kanada Uyghur to'g'riliq og'zini ochirg'izmaydi Xitoy. Uyg'urlar to'g'riliq Sharq Turkiston to'g'riliq Kanada bir yig'iz gap deb bo'lguncha Xitoy chiqib, sen o'zingni indigenous people'ni bil deyotidi. Gap qilmayotidi. Nima desa, akilipli indigenous people'ni ko'tarib chiqyotidi hozircha Xitoy. Aşta bo'ldi. Shuning bilan biz deymiz, biz indigenous people bo'lmasak, sen bizni besib olgansiman tursan, ikkisi ikki masala. Uning ustiga 100 yilning oldidagi masala deyapmiz. Shuningga bu masalaga bak diqqat qilish kerak. Yani sual bormi? Sual bo'lmasa, men chiqay. Undan bo'lsa, hammanglarning anglığınıza rahmat. Men bu aldırıp ketib chat so'zlab ketdim, bak ishtik gap qilma odatda kechirsizlar. Okey, xo'sh, Allohga omonat.